Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va xaridorlar. Mana bugun biz Novostroyka domimiz birinchi etaj 3 xonaga ega bo'lgan 110 metr kvadratni o'z ichiga olgan uyimizni obzorga kelganmiz. Mana bu uyimizni hol qismi bo'ladi. Bu podyezddan kirish eshigi, juda ham akkuratni, remontlari ham juda zo'r qilingan. Eshikdan kirganimizdan chap tarafda mana bunday xonamiz bor. Pardalari bor, konditsionerlari bor. Egalar bilan kelishgan holda nimalarni olib ketishadi, nimalarni qoldirishadi, uni savdo payti qilsanglar bo'ladi. Mana bunisi undan keyingi xonamiz. Hamma sharoitlari bor, svet, gaz, suvdan umuman muammo yo'q. Birinchi etajda joylashgan uyimiz. Mana bu qismi kladovkada ekan. Bemalol narsalaringizni qo'yib, qishki, yozgi kiyimlarni saqlaydigan joy sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Undan keyin mana bu yerda yana bitta xonamiz mavjud. Atapleniyalar o'tgan, duv konturli kotellarimiz bor, rishotkalar qilingan, hamma sharoitlari bor. Mana bunisi hojatxonasi. Mana bunisi sanuzel qismi. Ariston, hamma sharoitlari bor. Mana bunisi oshxona qismi. Kuxonniy mebellari bor, gazlari bor, xolodilniklari bor. Boya aytib o'tganimdek, qoladigan, ketadigan narsalarini egalari bilan gaplashsanglar bo'ladi. Uyimizning narxi 770 million, yana ham savdosi bor. Kvadrat metri 7 milliondan to'g'ri kelyapti. Egalar bilan kelishsanglar, yana ham o'tib berishadi narxini. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Bog'lanishingiz mumkin. Bizga obuna bo'lishni unutmang.